Alloh taolo o'zgartirmaydi qavmni, xalqni to o'zlarini bir o'zgartirish uchun bir ozroq harakat qilmaganlaricha Alloh o'zgartirib qo'ymaydi. Sandan harakat, mendan barakat degan gap shundan olingan. Sal musulmonchilikka ham bunday bir harakat qilaylik. Yana bo'shasib, susayib ketdik. Yana amri ma'ruflar qilishdan qo'rqyapti domlalar, yana amri ma'ruf eshitgisi kelmayotibdi. Yana qo'ldan kelgancha amri ma'ruflarni yo'q qilishi payida bo'lib qolganlar bor. Yana xalq ilm olishdan, ilm o'rgatishdan qo'rqishyapti. To'g'ri, bunga har xil siyosatga aralashib, siyosatchilar ko'payib ketib, shu narsa boshimizga sabab